Jarohatlangan Abduqodir Husanovning ahvoli qanday? Qachon maydonga qaytadi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport dolar ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Angliya Premyer Ligasining 25-turidan o'rin olgan markaziy uchrashuv amaldagi chempion Liverpool va Manchester City o'rtasida bahsda O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov kutilmagan vaziyatga tushib qoldi. O'yinning 60-daqiqasida mezbonlar hujumchisi Cody Gakponing gol urishga to'sqinlik qilgan Abduqodir Husanov jarohat oldi. 21 yoshli himoyachi orqasiga Gakpo urildi, ammo to'pga tashlangan bahaybat darvozabon Gianluigi Donnarummaning tizzasi Husanovning yuziga tegdi. Italiyalik golkiper vaziyatni tez baholab, shoshilinch tarzda maydonga shifokorlarni chorladi. Tibbiy yordamdan so'ng Abduqodir Husanov bosh murabbiy Pep Guardiolaga o'yinni davom ettirishga tayyorligini bildirsa-da, klubning tibbiy xizmati vakillari uning maydonga qaytishiga yo'l qo'ymadi. Ayni paytda Abduqodir Husanovning ahvoli qanday ekani haqida ma'lumotlar nafaqat o'zbekistonlik muxlislarni, balki legionerimizni turli mamlakatlardan turib qo'llab-quvvatlayotgan ishqibozlarni ham xavotirda ushlab turibdi. Kanalimiz Angliyadagi nufuzli manbalarning Husanovning ahvoli bo'yicha o'z insaytlariga tayangan holda e'lon qilingan dastlabki ma'lumotlarni tomoshabinlar e'tiboriga havola qiladi. City Extra nashri Manchester Cityning tibbiy shtabi shu kunlarda o'zbekistonlik himoyachini chuqurlashtirgan tekshiruvdan o'tkazadi. Bu chora-tadbirlar bosh jarohatlari va ehtimoliy miya chayqalishi bilan bog'liq protokollar hisobga olingan holda amalga oshiriladi. Husanovning o'yinlarda ishtirok etish bo'yicha qarorlar ehtiyotkorlik bilan qabul qilinadi. Standart.co nashri Anfield stadionidan o'tgan o'yinda Pep Guardiola jarohatdan tiklangan Ruben Diashni ko'ra Abduqodir Husanovni ilk daqiqalarda maydonga tushirishni ma'qul topdi. Biroq Liverpoolga qarshi uchrashuvning 60-daqiqasida u maydonda tark etishga majbur bo'ldi. O'zbekistonlik himoyachining yuziga uning jamoadoshi Gianluigi Donnarumma tizzasi tegdi. Liverpoolga qarshi ajoyib o'yin ko'rsatgan Abduqodir Husanovning safga qaytish muddati 11-fevral kuni Etihad Arenada Fulhamga qarshi uchrashuvga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Manchester Evening nashri Husanovning maydonga ehtimoliy qaytish sanasi Salford Cityga qarshi Manchesterdagi o'yinga to'g'ri kelishi mumkin. Bu bahs 14-fevral kuni bo'ladi. Ta'kidlash joizki, insayderlarning Husanovning safga qaytish sanasini to'g'risidagi ma'lumotlar bir-biridan farq qilmoqda. Manchester City klubi hali o'zbek futbolchisining ahvoli bo'yicha rasmiy ma'lumot chiqargani yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham Abduqodir Husanovning jarohati jiddiy emasligiga umid qilamiz va tez orada yana maydonga javlon urishini kutib qolamiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanov qachon maydonga qaytadi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.